musulmon kishini har bir harakati payg'ambar islom aytdilarki sadaqa hisob bo'ladi. Har bir ishiki musulmon anjom beradi bir sadaqa hisob bo'ladi. Hatto aytdilarki familini oldiga ham boradi, shu ham nimadir? Sadaqadir. Sahoba so'raydi, aytadi: "Ey Rasul Xudo, ajib, yaxshi gap aytdingiz buni. Bir kishiki, bir javonbachaki sadaqa bo'lsa, bo'lmasa, gunoh bo'lsin, savob bo'lsin, bu taqozo qiladiki, har kecha familiya bunda bir joyga bo'lsa, shu ham sadaqa hisob bo'ladimi?" deganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Bale, shu ham sadaqa hisob bo'ladi." Men sendan so'rayman ey javon, dedilarki, agar shu shahvatini gunoh va ma'siyat joyiga borib masraf qilsa, oyoq gunoh bo'lamaydi, bo'lmaydi? Tabiiyki gunoh bo'ladi. Vaqtiki muqobil gunoh bo'lgidek bo'lsa, haloli Alloh subhanahu va taolo nikoh islom bilan birgina famil beribdi. Unsu ulfat, muhabbat, shavq aloqa bilan nikoh bir joyga bo'ladi. Tabiiyki bu ham nima bo'ladi dedilar? Sadaqa bo'ladi. Alhamdulillah. Mana shunday bir dinga bizlar muttasibmiz.